Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Chorvazor akalarimizda va shu xo'jalik qishloq sharoitida yashaydigan akalarda ekran qarshisida chorlab qolamiz. Sizlar uchun yangilik, ya'ni yangilik bas bu. Qo'lda endi tap qilishlar yo'q. Mana bunday zamonaviy ko'rinishda briket yasashingiz mumkin bo'ladi. Ko'mir hokasi yoki molni go'ngini aralashtirgan holatda yoki molni go'ngini o'zini qo'lingizga tekkizmagan holatda qalblar ko'rinishida briket chiqarishingiz mumkin bo'ladigan apparat yasadik. Mana shu apparatimizni juda ham sodda ishlangan. Ko'rib chiqamiz. Bu ham sizlar uchun, chorvador akalar uchun iltimoslarga binoan ko'pchilik aytdi, shunaqa apparat yasamaysizlarmi? Dishkalar uchun albatta buni ham yasab taqdim qilyapmiz. Va videoda jodi mahsulotlarimiz, briket apparatlarimiz barchasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, buni yasovchi ixtirochi desangiz ham bo'laveradi yoki shuni asoschisi Baxtiyor akamiz bo'ladi aka. Assalomu alaykum. Hormang usta aka. Ishlarni rahmat. Zo'r yana davom ettiryapsizmi aka? Ha, xudo xolasa mana briket apparatini yasadik mana. Ko'pchilik yasanglar deyishdi, mana yasab qo'ydik hozircha. Ha. O'ta baquvvat qilib yasadik mana. Tubalari ham qalin. Buni Xitoydan ham kelyapti, o'sha bilan birga bir ekan-a? Xitoyniki bilan bir xil ishlayveradi. Bu baquvvatdan. Baquvvatda stenalari qalin. Bu Xitoyniki turbasi yuqori bo'ladi. 1.7lik o'sha stenkasi turbalari mana. O betlarni yopib qo'yyapsiz ekan-a? O, mana ko'rib turgan hozir. Yechib mana tozalab, qayta qilib ishlatilaveradi. Bemalol mana. Ishlash prinsipi sodda. Oddiy mana. Keyin uchlik qalin qo'ydik mana, turba qo'ydik biz. Lis qo'ymadik, turba. Turbani qalinligi taxminan necha? Uchlik bo'ladi turbani qalinligi. Mana shu holatda bitta ishlatib ko'rsatingchi aka. Bemalol mana, bitta yengil ishlaydi. Ha. Yog'lash ham shart emas-a buni? Yo'q, umuman yog'lanmaydi, shunday ishlatilaveradi. Xo'p. Buni endi stenalari qalin, turbalar 1.7 ursak. 1.7 turbalari. 1.7 turbalar. 20lik turba ishlatishadi. Mana bular lazer yordamida kesib qo'ygan. Mana o'sha uchlikdan yangi material ishlatyapmiz, uchlik. Mana turbalar qalinligi. Qalinligi yaxshi ekan. Mana o'tdi mana shu holat mana. Xudo xolasa yaxshi ish beryapti. Hozir ishlangan joylarni ham ozgina videosini qo'yib o'tishga harakat qilamiz. Hozir bizda endi go'ng yoki hoka yo'qligi uchun shu holatda video olyapmiz, lekin buni sinovdan o'tkazdik albatta. Xudo xolasa zo'r ish berdi. Berib, mana hamma rahmat aytyapman. Mana shu turbadan qilyapmiz. Aka, buni briketni razmeri qancha chiqadi? Mana shu razmerda aytak, balandligi qancha? Balandligi 9 sm chiqar ekan. Briketingiz balandligi 9 chiqadi. Teshik bo'ladi, havo kirib zo'r yonadi. Buni diametri shu 12-13 sm atrofida, 12,5. 13 desak ham bo'laveradi. 12,7 lik turba ekan. 120 lik turbalar ayni holatda. Buni lisdan ham qilsak bo'lardi, hurmatli kuzatuvchilar. Lekin lis bu darajada dumaloq bo'lmaydi va bunaqa qalin bo'lmaydi. Qalin lisda bunaqa kichkinagina dumaloq qilib olish qiyin bo'ladi mana bunda. Ishlash prinsipi yengil, xudo xolasa. Allohligini nimasiga hisobiga bu mana o'ynaydi ichida. Oson o'ynaydi. Buni ishlashda oddiy kichkina bolalar ham bemalol qilaveradi. Bemalol qilaveradi mana. Ishlashi to'g'ri ishlayveradi. Bemalol tushaveradi. Xo'p, bittasini aka ishlatib ko'rsatib berasizmi? Pustoy bo'lsa ham. Mana pastga qo'yadi-da. Qo'yadi so'zdan. O'zi ko'taraveradi. Ko'taraveradi, ha. Pastga bosgan sari ko'taraveradi. Shunday tashlab qo'yasiz. Ha. Terib ketaveradi. Ko'mir hokasini o'zini ham, ko'mir hokasini ham qilaveradi. ozgina suv aralashtirib olish kerak, a? Ha, aralashtirib o'sha iloji bo'lsa, shu albasidan ozgina maqsa ko'mirni o'zi bo'ladi. Ha, albas kley vazifasini bajaradi. Go'ngga aralashtirsa ham bo'laveradi. Hozir bundan ko'p holatda ishlab chiqarish boshlandi. Ha, bo'lsa Mana turbalarni kesib hozir mana bu kraska bo'lmagan holati. Va mana bu joyda mana yasalyapti, xolos. Talablarga binoan. Xo'p, bundan tashqari jodi mahsulotlarni ishlab chiqarilyapti. Ha, buni narxini aytib o'ting aka, qanchadan berilyapti bu? Qancha aka? buni narxi 250 ming. 250 ming. Beryapmiz. Endi pochta qilib chiqaraverasiz, yo'l kirasi o'zlari berishadi, azroq, imkon qadar qulayroq narxda shopir topib berishadi, ha? Yaxshi. Imkoncha kelishtirib berasiz, ha? Kelishtirib beraveramiz. Bo'ldi. Endi jodini ham bir gapirak. Jodimiz mana o'sha yasab turgan jodilar ham xudo xolasa mana yasab beryapmiz. Zakaz bo'yicha ham yasab beryapmiz. Buyurtmaga 10 ta 10 ta olib kelib sotishyapti bizdan. Sotadiganlarga ham beryapmiz 10 ta 15 ta. Jodimiz endi maqta uryapti deyapti. Xudo xolasa o'sha bir xil qilib chiqaryapmiz hozir. O'sha mana tig'larimiz ham mana 300 ta kesib olganmiz. O'sha tig'lardan qalinligi necha? 6-7 bo'ladi. 6-7, ha. O'shandan mana tugaga yo'q, hali 300 ta yasagan. Buni kestirganmiz.
Yesak ham sotilib ketyapti. Ha, mana jonimiz ko'rda sotiladi. Uzunligi 1 metr, ha? 1 metrga 76 santimetr. Balandligi 76. Mana ko'rishingiz mumkin, bitta odamga qanday o'rnashadi degan savolga javob. Mana kesib ko'rsatyapmiz mana. Dedim bola. Bu ko'rdim demay olaveradi. Ozgina yog'lab qo'yiladi, u tamom ishlayveradi. Sariyoq keskanda kesaveradi. Ular narx-navosaga qancha berilyapti? Ular 550 ming berdi. 550 ming so'm. Bu 700 minglik sotilayotgan turgan jodilar bilan kattaligi deyarli bir xil holatda, lekin sifati o'ta ham a'lo. Sababi 201 pachimlikda ikkitadan qo'yilgan. Mana bular ham konteyner turbasi. Konteyner turbasi bilamiz, o'sha o'ta ham mustahkam bo'ladi. O'zimiz konteynerlar maydalab o'zidan ishlatamiz. Halqasining diametri 27 sm ekan. 27-28. 550 ming so'm. Vodiy bo'ylab 100 mingga shopirlar tashlab qo'yapti uylarigacha. Voha taraflarga 150 ming so'm, Buxoro, Xorazm, Qashqadaryo, Qoraqalpog'istonlarga 200 ming so'mgacha shopirlar tashlab qo'yapti uylarigacha. Lekin bitta olasiz, xudo xolasa, anchalik xizmatingizni qiladi. Mana bulari aka nima? Boltga ekadi. Boltga yechiladi hammasi. Cobalt avtomobilini bagaj qismiga 2 dona sig'yapti, ya'ni olib ketishga juda ham qulay bo'ladi. Mana kimga shunaqa jodilar kerak bo'lsa, briket apparatlar yo o'g'irlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. O'g'irlarni ham barcha turidan bor. Xo'p, bu nima kesadi aka keyin? Beda hamma narsa kesaveradi. Hamma narsa o't kesaveradi, bemalol kesaveradi. Buni ichiga kirgan narsani kesadi. Masalan, qattiq temir kesalmaydi, lekin tunuka-punikalarni ham kesaveradi. Tig'larga javob berasizmi aka? Xohlasa javob beramiz mana. Almaznisidan kesib olyapsiz-a? Ne deysiz mana? Tig'imizni ham ko'rsatib Ha, ko'rsataylik shuni. Mana shu almazni disk. Bu aka nimaga ishlab chiqqan narsa bu? Bu o'sha tosh kesadi, toshni kesadi, o'sha almazni deysiz mana. Almazi tugagan biz olamiz buni. Ha. Mana almaz tugagan. Qalinligi nechi buni? O'sha 607 mana shu. Mana ko'rib turibsiz, qalinligi o'ta qalin ekan. Ha, xudo xolasa mana bu holatda kesib olamiz buni, lazerda. Mana shu holatda terib chiqib kesib chiqamiz va undan keyin mana bu holatga keltiramiz. Mana ko'rganmiz. Chaqlatib kelamiz uni temirchiga maxsus. Mana bu yerda pachimliklar mana shunday bo'ladi, ikkitadan. Bu yoqda ham, bu yoqda ham. Buni keyin yana chaqlaymiz o'zijon. Ha, kelgandan keyin chaqlaysiz buni. Mana bu tayyorlab olgandan keyin suv berib turib, yana bitta chaqlab qo'yamiz. Kesik. Endi o'z bu jodimiz qolgan narsalar sodda, eng asosiysi mana shu tig'. Bu tig'ni juda qiyinchilik bilan topdik. Hozir bundan bitta bor bizda. Kesilganlardan ko'p albatta. Xudo xolasa chiroyli holatda chiqarib beramiz. Aloqaga chiqarasizlar. 550 ming so'm yaxshi narx. Agar men 10 ta 15 ta sotaman deganlar akalar uchun ham albatta telefon qilsangiz zo'r narxlarda qilib beramiz. Shu narsalar barchasini Baxtiyor akam ishlab chiqaradi. Xudo xolasa 2487 nomerlarini ham qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqsangiz uncha kam-kating tushuntirib qo'yishlari ham mumkin bo'ladi. Endi mana bu joyda har xil narsa yasaganmiz, ko'rsatib o'tamiz. Mana bu 150 litrli aytalar qozon aka. Bu 150 litr ekan, 150 litr suv sig'adi. Atrofini shlaka blok bilan urib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Xom g'ish pishgan g'ish farqi yo'q. Bekitib ber desa, bekitib beraveradi. Ha, list ko'rinishda bekitib beradi. Mana unda, ya? Listlardan o'sha holatda qilib beraveramiz. O'sha o'choq holatda qilib beraveramiz. O'choq holatda bitirib berishlari ham mumkin bo'ladi. Mana ko'rib turganimizdek. O'sha holatda qilib beraveramiz mana. O, Qilib beryapmiz mana. Hamma mazaq ishlatyapmiz onajon buni. bu necha litrli? Bu 270 litrli. 270 litr, 250 litr desak ham. Mana shu garilkamizda shu yarim soatga olib bormay qaynatyapti mana. Ha, garilkamiz bilamiz. Qilib beraveramiz onajon. O'tgan safar ham qo'ydik-ku. Motor garilka qancha edi? Motor garilka 600 ming so'm. 300 mingdan, ha? Ha, 300 mingdan. Xudo xolasa. O'tgan safar ham qo'ydik. Andijonlik akalar ikkita uchta olib ketishdi mana shundan. Mana ishlatyapti. Zo'r. Effekti zo'r beryapti. Aka, bu necha pul narxi? Mana shu ochiq holati. Bu ochiq holati, bekilmagan holatdami? Yo, mana shu tagi bilan yopilgan holati. Yopilgan holatda 1 million kelishtirib beramiz. 1 million kelishtirib. 270 litr. 270 litr. Xo'p, bu-chi? Xo'p. Azroq mol boqadiganlarga. O'sha 150 litr atrofida suv sig'adi bunga. Tagi avvalni-ya buni ham. Bu ham avvalni mana. Zo'r. Mana shu holat, bekilmagan holat qancha? Bekilmagan holat 400 ming qilib beraveramiz. 400 ming so'm, ha, yaxshi 400 narx. ming so'm bekitib bersak 700 ming qilib beramiz. Ha, list kvadratiga hisoblab, ha. Bekitib beramiz 700 mingga beramiz. Demak, 1 million 300 mingga motor garilga ketaveradi. Bunga agar dimoxod qo'yib ber desa, o'sha pulni ichida qo'yib beramiz. Dimoxod qo'yib ber deganlar qo'yib beramiz. Unga ham qo'yib ber desa Qo'yib ber desangiz qo'yib beraveradi. Ko'pchilik istamayapti. Ya'ni oila turganda qiyin bo'ladi, cho'mishda deyapti. Shuning uchun kichkinada bunday qilsa qirab qoladi, qo'ydirmayapti. O'shaning uchun qo'yganmiz yo'q.
Ha, zo'r tushunadi. Bundan tashqari kilitga emasa beryapsiz ekan qo'ylarga. Qo'y baqa deganlarga bular mana. Kichkinagina kilitga. Yemga ham bo'ladi. Ne ilib qo'yadi bo'ldi, bitta qo'yga. Xo'p, mana shu holati nech pul bo'lyapti aka? Mana bitta qo'yga yem-xo'rda qo'ylarga, ya'ni bitta qo'yni yemlash uchun zo'r effekt beradi. O't-pot yoqqa bu yoqqa chiqarib yubormaydi. Xohlasangiz teshib beramiz, boltga akalar qotirib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Nech pul? Mashin nech puldan qilib berildi? Uni 120 mingdan qilib berdik. 120 mingdan. Katta o'g'ri bilan ishi bir xil buni. Chunki katta o'g'irda ham ikkala yoni yopiladi. Buni ham ikkala yoni yopiladi. Bir xil xizmat. Ha, o'sha Namanganlik akalar qo'y boqar ekan, o'shalarga 2 marta qilib berdim, 40 tadan qilib berdim. Ha. Bundan kattaroq bilan qilib beraveramiz. Bo'ldi. Pulini kelishtirib qo'yaveramiz. Yaxshi. Aka, xom o'g'irlarni ham bir ikki og'iz gapirib qo'ysak, ha? Xo'p, aka, bu narxni bilan qancha sotyapsiz? Bu mana o'sha 260ligi. Ha, 260. O'sha qo'y o'g'rimizdan ozgina katta. Katta bu. Ozgina. Mana ko'rib turganimizdek, buzoqlar ham ovqatlanaveradi. 1,5 yoshli buzoqlar. 23 bo'ladi. 40 ga 23. 23 bo'lyapti. Demak, 38 chiqar qo'y o'g'ri, ha? Ha, qo'y o'g'rimiz 37-38, bu 40. Ozgina katta. 260. 260 uzun. Narx qancha buni? 240 ming so'm. Qancha sotganmiz buni? Buni o'sha 250 sotaverdik, 10 ming tushirib qo'ydik. Ha, bu buzoq o'g'irlar, ha? Bu buzoq 2 yoshli mollarga ham bo'laveradigan buzoq o'g'irlar. ham bo'laveradi, o'zi buzoq o'g'ir deyiladi. 235. Mana, zo'rcha mana. Mana ochiq holat mana, ha? Mana holat. Ha. Buni ham o'sha 300 sotaverdik, 280 mingdan qo'yib yubordik. 200. Yana tushirib qo'ydik. Zo'r narx. Listlar ozgina tushdi. Shuning uchun tushirib qo'ydik. Va mana bu yerda katta mollarga ham o'g'irlarimiz bor ekan, ko'rib turganimizdek. Mana o'sha 60-65 bo'laveradi yo'qda. O, eng kattasi buqalar uchun, ha bu. Qomlisdan o'sha qalini. Bu yollisa bu. Bu yo'lnis buni. Qancha bu? 330 ming qilib beraveramiz. O, 330. 260. 260. 230. 260, 230. Ikki xil. Mana ichi oppoq va katta. Mana odamga nisbatan oladigan bo'lsangiz ham bo'laveradi. Katta buqalar bemalol ovqatlanaveradi, ha? 75 ga to'g'ri ham bo'laveradi. 75 ham chiqar ham kelsa. 75 ham qilib beraveramiz. Ha, kerilsa 75 ham chiqishi mumkin ekan. 70 65 bu. Ha. Mana buni olamiz 60. Aka, mana shunga men qoyil qolyapman. Qarang, kantini yangi kantner shekillar bu. Yangi kant. Ham yangi, ham qalinligi nechi? Qalinligi o'sha 2 2 durak buni. Bu 10 yil mehnat xizmat qiladimi? 10 yildan oshiq mehnat qiladi bu. Bemalol xizmat qiladi. Hech narsa bo'lmaydi, kraskasi o'zi bilan. Ikki qavat, tashish. Bo'lsa bu, ha. Bo'l, 330 ming super narx. Buni 2 oy oldin 370 ham berilib turdi. 370 oxiri 350 beraverdim. To'ppa to'g'ri. 330 mingdan qo'yib yubordim. Yonni qanchadan kesib beriladi? Yonini 35 mingdan kesib beramiz. Yonni 35 mingdan. 70 qilib beramiz, 65-70. Lagerlar qancha bo'lyapti aka? Og'il solib turgan akalar uchun. Lagerlarimiz ham ina tushirib qo'ydik. 82 mingdan beryapti. 82 ming. Ko'p olsa kelishtirasan uni ham. Ha. 90 ming qovurg'alisi bo'lyapti. Tayyor o'g'irlarchi? Baxtiyor aka, bu o'g'irlarimiz hozir ko'rgan 330 minglik katta mol o'g'irlarimizni tayyor bitgan variant. Oyoqlar listdan basa? Yo'q, listdan bas o'sha Konteynerda o'zini shivillarini o'rtasidan bo'lgansiz. Ha, o'sha uголni qilib qo'yganmiz mana listdan bas o'ta baquvvat. 230 ha bu. Sifati a'lo, ha? Sifati a'lo. Mana tashqarisi shu holat, ichi tozada, Ichi toza, oppoq. Buni 470 mingdan qilib beramiz. 470 ming yana kelishtirib beraverasiz, ha? 260imizni ham 470 ming qilib beraveramiz. Tayyori bor-a uni ham? Tayyori Ha, oyda ko'k turibdi. Uni ham buyurtmaga yasab beraveramiz. U ham 470. Bir xil narx, sababini aytib o'tamiz. Bu qalinroq, bu sal yupqaroq. Bu 1.8 bo'lsa, bu 2. Shuning uchun narxi bir xil, lekin u uzun. Xo'p, qo'y o'g'irlarchi? Qo'yimiz ham 3 xil, 2 metr, 230, 260ligi bor. 2 metrligi. 2 metrligimiz 250 ming so'm. 250 ming so'm. Mana shular 2 metr, ha? 230imizni 270 ming so'm qilib beramiz. 270 ming, 230ligi. 260da 320 ming qilib beramiz. O, narxlar tushibdi, 120 ming, 20 ming. Hozir tushirib qo'ydik hozir. Mana shu 260. Tayyor, ha? Ozolis tayyor, hamma yo'q. Oyoqlar bilan tayyor bitgan ekan. 320 ming so'm yana kelishdi. Yana kelishdan. Tert idishlarchi? Tert pishiradi bunda. Tert yutadi. Meshimizdan qilingan 93 ga. Turbalar ham qo'yib qo'yibsiz, ha? Turbalar qo'yib qo'ydik. Buni 350 ming so'm. 350 ming so'm. Yaxshi narx. Mana bu yerda ustullar ham bor ekan, 230 lar, 10 ga 15, 250 ming so'm deyilyapti ekan. Cheklanmagan miqdorda chotki ustullar. Ikkitasini olsangiz mana bunday ustun hosil bo'lishi mumkin, mana ko'rib turganimizdek.
Hurmatli kuzatuvchilar, pastda raqam qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Baxtiyor aka, qaylargacha dastavkalar nima qilinadi? O'zbekiston bo'yicha bo'ylab dastavka qilib beraveramiz. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda shopirlar topib beriladi. Shu arzon shopir topib beramiz. Shopir topib beriladi. Topib chiqaryapmiz mana. Xudo xolasa, hamma xursand. Kelishtirib beramiz. Shu aytgan narxlardan ham sal kelishtirib beramiz. Mahsulot qo'liga olgandan keyin tekshirib ko'rib pul berish ham mumkinmi? Unaqasiga ham kelishaveramiz. Ha, mabodo ishonch yo'q bo'lsa, mana shu kanal o'zimizniki. Demak, kanalda bilasizlar, bu beryapmiz. Bitta ikkitasi o'sha ishlatgan hunar dedi, jo'natdik. Jo'natgandan keyin ko'rib pul ber. kartaga ham tushirib beraveradi. Kattaga ham shu beraveradi. Tushunmasin muammoda. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, videoni shu yerda yakunlaymiz. Kimga shunday chorva mahsulotlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ng'iroqda men bilan Baxtiyor akamiz bo'lishadi. Shunaqa chorva mahsulotlar kerak bo'lgan akalarga ham video ulashib qo'yish esdan chiqarmang. Eng arzoni, eng sifatlisi va hamyonbopi albatta bizda bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Siz bilan men Tursunov Zohidjon bo'ldim. Keyingi videomiz albatta siz uchun bo'ladi. Videoga like bosdi va podpisatsiya knopkasini bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat barchaga.